G'alati muhit. Xuddi chindan o'tmishga tushib qolgandekman. Ay, mayli nima bo'lsa ham. Ushla. Aqling joyidami? Sen bilan hammasi qiyin. Yeysanmi, yo'qmi? Yaxshilab, ularni ezg'ilagin. Ay, bo'ldi. Menga desa ochdan o'lmaysanmi? Og'zimga qoshiq sig'masa qanday qilib tanovul qilishim mumkin? Mayli, yengildim, g'olib bo'lding. Voy, bizni Mitivoy malikamiz, mana shunchasi yetarli bo'ladimi? Tushunmadim. Malika? Endi ko'rdim. Shahzodaga o'xshar ekansan. Og'zingizni oching, zot oliylari. Xo'sh, qanday? Yaxshimi? Nima, meni o'ldirmoqchimisan? Nima, achchig'i yomonmi? Ay, qo'ysang-chi. Unchalik achchiq bo'lishi mumkin emas. Umuman achchiq emas, yaxshi-ku. Yeb ko'r. Voy, o'lmasam ovqatga nima qildingiz? Senga ham achchiqmi? Ha, o'lay deyapman. Qani hozirroqdan ol. Bu ovqatga qanday zaharlar qo'shgansan? Shuncha qiyinchilikka qaramasdan saryog' va qayla qo'shib bibimbap tayyorladim. Sizlarni rahmatingiz shumi? Bo'ldi, yoqmasa yemang, hammasini o'zim yeb qo'yaman. To'xtang, xonim. Meni ham yegim bor. Avvaliga biroz achchiq va ta'mi o'tkir tuyuldi, lekin achchiq hissi ketganidan keyin men shunday ta'mni his qildimki, yana yeyishni istayman. Rostdanmi? Ha, xonim. Umrim davomida bunday mazali taomni yemagandim. Bilgandim. Ovqatni qadrlaysan. Og'zingni och. Buni qara-ya. Aytgandim-ku senga. Mazalimi? Mazasi zo'ra? Sen esa chalg'ishni bas qil. Ushla. Mazali ekanmi? Ha, onajon. Buving jazolagan bo'lsa ham ovqat qabulini kechiktirib bo'lmaydi. Qirol tushunadigan odamdir. Qirol yaqinlarni ham, dunyoviy tinchlikni ham, odamlarning qalbini ham tushunishi kerak. Shunchalik achchiqmi? Bizga bo'ldik gilgim, endi yig'ishtiramiz. Rahmat. Menga bering. Janob, siz ham ichishni istaysizmi? Ovora bo'lma, menimcha ichmaydi. Idish tovoqni qayerda yuvasan? Mana bu yerda. Chindan achchiqligidan yig'layaptimi? Unchalik achchiq emas edi-ku. Juda ham g'alati. U mana shu rasvo ovqati bilan meni onamni eslatib yubordi. Yaxshilab bu yerni izlanglar. Hech qayer qolib ketmasin. Xo'p bo'ladi. Voy, yaxshi hid olishiga ishonchim komil emas. Voy xudoyim.